Saudiyalik bir oilani bir kishi yoshi katta bo'lib o'lishda o'g'lini chaqirib katta o'g'lini aytgan ekan, o'g'lim men shu bir paytlar nimada Bangladeshdamikan, adashmasam Bangladeshda bir borganimda o'sha yerda bir ayolga uylangan edim, soliha ayol ekan. Uni aytmagan bularga. O'sha ayol seni onang bo'ladi, u ham. O'shani holatidan xabar olgan deb o'g'liga vasiyat qilib o'lgan. Merosni bo'lishtirganda o'sha ayolga 800 ming riyol to'g'ri kelgan ekan. Ya'ni meros xotinga 8 dan 1 beriladi. 800 ming riyolni o'sha ayolga ajratgan. Keyin haligi ayolni topib borib o'sha pulni berib kelgan ekan o'g'li. Bu otamni sizga nimasi merosi deb, otam o'ldi, mana bu sizniki deb. Borgan, ko'rgan, haligi ayol juda ham soliha ayol ekan degan. Keyin qaytib kelgan, hayot bu yoqda hammasi o'zining hayoti bilan bo'lgan, bir qancha paytlar o'tib ketgandan keyin haligi farzandi esiga kelgan, ya'ni o'sha ayolni men bir ziyorat qilay, onamni deb, otamni xotini edi deb borsa, hali ham o'sha eski uyda yashayapti ekan. Bo'lmasa 800 ming riyol katta pul juda. Keyin nima qildingiz bu berib ketgan pulimni desa, yur ko'rsataman deb turib borsa, katta bir Qur'on kursi qilib, vaqf qilib otasining ismini yozdirib qo'ygan ekan. Ya'ni o'sha haligi tashlab ketgan pulini otasiga sadaqa joriya qilib vaqf qilgan, xotini qilgan. Haligi farzand ko'rib turib, keyin juda qattiq afsuslanib o'rganki, u xotin 800 ming riyol olgan bo'lsa, o'g'illar qancha olgan bo'ladi? Lekin o'sha ishni qilmagan shular. Shundan ta'sirlangandan qaytib kelib turib, keyin ukalarini chaqirib bo'lgan voqeani aytib bergandan keyin o'sha zahoti hammasi o'rtaga pul tashlaganda 5 million riyol pul yiqqan ekan. 5 million riyol, keyin o'shani otani nomidan bir vaqf bir narsa qilgan. Ya'ni bu milliondan gapirmaymiz biz endi. Gap millionda emas. Gap uni xolis o'sha ota uchun nimadir qilishda gap. Bitta mushaf bo'lsa ham otangizning nomidan siz vaqf qiling. Bitta mushaf bo'lsa ham yoki otani nomidan bir Alloh uchun bo'layotgan ishlarga siz o'sha otangizni sherik qilib qo'ying. O'lib ketgan bo'lsa ham otaga demak yaxshilik qilishning imkoniyati bor.